Barchalarga assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Sizlar bilan har doimgidek Boss Vlogsdan do'stlar. Juda ko'pchilik obunachilarimiz savol yo'llamoqda. Nega Munix haqida video chiqaryapsiz? Shunga o'xshash pul ishlash haqida programma O'zbekistonda chiqsa, mashhurroq programma chiqsa, siz обязательно bu haqida ro'yxatdan o'tib, qanday ishlanishlar ro'yxatdan o'tganlarni to'liq qilib ko'rsatib o'tib ketardingiz, deyapti ko'pchilik. Ha, shunday, lekin programmada menda bitta problema bo'ldi. Keyin juda ko'pchilik qo'rqitib qo'ygan savollar bo'ldi. Ya'ni bo'lgan voqea bo'ldi. Bo'lmagan voqeami, bo'lgan voqeam bu haqida men sizlarga tushuntirib o'tib ketaman va ko'pchilikda bo'layotgan problemalar, nima uchun, qanday ro'yxatdan o'tish shartlarini aytib o'tib ketaman. Do'stlar, videomizga maksimum like bosinglar va kanalimizga yangi bo'lsangiz, обязательно obunani bosib qo'yinglar, chunki sizlarga aytgan barcha turdagi foydali va content maker videolar bizni kanalda topishingiz mumkin. Demak, ko'p kuttirmaymizda, unda videomizni boshladik. Xo'p, juda ko'pchilik obunachilar bizdan savol yo'llamoqda. Munix haqiqatdan ham odamlar nomiga kredit olmoqdami deb savollar yo'llamoqda. Bu haqida men hammasini o'rganib chiqdim. Keyin ko'rgan bo'lsanglar, qanaqadir xabar tarqalgan, ekrangizda ko'rib turgan xabar, Zamon informatsionida mana shunaqa narsa tarqatilgan ekan deb. Va men ko'rdim, Zamon informatsion dasturini 2 kun oldingacha qaytarib ko'rdim. O'sha kechadan oldingi kunga xabarni ko'rdim. Sevimli TVdan orqaga qaytarsa bo'la olasizlar, Smart TVda. Hammasini qaytarib ko'rdim. Bundan xabar topa olganim yo'q. Bunaqa narsa ishlatilmagan. Keyin mana bu yerda Telegram rasmiy kanali ham bor. Telegram rasmiy kanali hamma joyda qidirib ko'rdim. Mana Zamon o'zi rasmiy kanali, Zamon uz. Hech qanaqasiga bunaqa xabar yo'q. Bunaqa shok xabar bo'lsa, обязательно bu yoqqa tashlaydi. Munix haqida dashiq hech qanaqa narsa ham tashlamagan. Men qidirib ko'rdim, ruschalar qidirib ko'rsanglar bo'ladi, kirilchalar yozib, Munix desanglar. Hech qanaqasiga xabar ko'rmadim. Bunaqa narsalar fake. Chunki Ipak yo'li bankga tegishli ilova bu. Ipak yo'li bankda birinchi ko'p ishlatishni boshlaganman va eng sifatli bank hisoblayman. Bunaqa bankda bunaqa parod qiladigan programma chiqarmaydi. Xo'p, Munixdagi ro'yxatdan o'tib, boshqa yerda o'tib desam, men bunaqa deyapti, chunki ikkita telefon kerak. Bitta telefonda video olib turishim kerak, bitta telefonda esa amallar bajarishim kerak. Mana ko'rib turibsizlar, chunki oddiy video vizit, ya'ni video zapisga qilayotgan narsaga ham video zapis qilayotgan narsaga ham даже boshqa narsa so'rayapti. Xavfsizlik maqsadida qo'ng'iroq paytida yo ekran yozib olinayotgan paytda ilova foydalanib bo'lmaydi. Bu ilova bitta narsa aytaman, bitta xabar chiqarayotgan odamlar, mashina edayotganlar odamlarga aytaman, o'zim qisqacha gapim. Ya'ni o'ylamanglar, reklama olibdi-kan, maqtayapti-kan, tuta-suda qilyapti-kan deb o'ylamanglar. Bu ilova 100% plyus to'laydi. Odam taklif qilasiz, odam taklif qilganingiz 20% pul beradi, tuta-suda. Endi bunaqa mashinalik degan narsalar bo'lmaydi. Qanday qilib rasmiy programma nomingizga kredit oladi? Xumansiz unaqa oddiy unaqa programma emas, misol uchun. Shu akalar, keyin yana bir narsani aytib o'tib ketaman. Problema bo'layotgan narsa menda mana bunaqa holat deyapti. Kartalaringiz soni to'lib qolgan. Markaziy bank qoidalariga ko'ra siz bitta bankdan 5 tadan ko'p kartaga egalik qila olmaysiz. Xo'p, qaranglar, 5 tadan ko'p. Menda Ipak yo'lida deyarli 9 ta karta bor. Visa Status, Visa Gold ham bor, sotib olganman, $100 kartani sotib olganman. Bunisiga bu sotib olgan maqsad, ya'ni o'sha chetda to'lovlar qabul qilaman, YouTube mexanizatsiyadan pul chiqaraman. Uning ustiga qanaqadir premium xizmatlarimiz bor. O'shalardan ham 6 ta karta olib tashlaganman, sotib olganman, tekinga olganman, shuni hisobiga menda o'tkazib bo'lmayapti. Chunki bu ilova kirishingizda maqsad sizda pul berishdan tashqari kreditga undash. 50 million so'mgacha kredit, hamma qiziqyapti. Kredit olamiz ko'pchilik esa, deya 90% odam ham o'sha pulga qiziqyapti. Odam taklif qilyapti, 20 olyapti, kimdirlar o'sha 500 ming, 1 million, 2 million chiqaryapti, odam taklif qilasizlar ham bosaveringlar. Hech qanaqasiga problema bo'lmaydi. Endi ko'pchilik nima desam bo'ladi, MyGo'da kredit limitini o'chirib qo'ygan bo'lsa, bemalol bosaveringlar ilovasini. Endi o'chirmasangiz farqi yo'q, chunki bu rasmiy ilova, bu Ipak yo'lida, chunki 5 yillar Ipak yo'lida ishlatib kelaman, bunaqa parod qilmaydi hayotda. Bo'lmaydi ham bunaqa narsa. Sizlarga berayotgan ma'lumot ham, qo'rqayotgan joylaringiz ham bo'lmagan musorning narsa, shunchaki. Bo'ldi, bu ilova haqida mening fikrim shu. Hech qanaqasiga problema, hech qanaqasiga bunaqa narsalar yo'q. Bo'lmagan narsani sizlarda u ishlagan rasmman chiqarib ko'rsatilgan, men ekrangizga ko'rib turgan qayta ko'rsataman. Bu shunchaki Gemini'da ishlangan yoki ChatGPT'da ishlangan qanaqadir foto galeriya bo'lib yotibdi. Bugungi video shunday iborat edi. Video yoqqan bo'lsa videomizga maksimal like bosing va kanalimizga yangi bo'lsangiz albatta obuna tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. Kimda qanaqadir savollar bo'lsa ushbu ilova haqida men обязательно kommentga yozib qo'ysanglar, javob berib o'tib ketaman. Chunki bu ilova haqida men to'liq ma'lumotga ega bo'ldim. O'zim nomimga bo'lmasa ham onam nomiga rasmiylashtirib ilovani ro'yxatga o'tib
Xullas 5-6 tami, 6-7 tami odam taklif qilib bo'ldim uje va tezda uje pul yechib, men Telegram kanalim storiyasiga qoldirib o'tib ketaman. Telegram kanalim esa video havolasining ostida bo'ladi, videoning ostida bo'ladi. O'sha yerga kirib o'tsanglar, storiyaga ko'rasizlar, pul yechib ko'rsatganimni. Bu yerda men o'zim kommentimda qoldirib o'tib ketmayman, o'zim kommentim deyapman, o'zimni havola silkamni qoldirib o'tib ketmayman, chunki qoldirib o'tib ketishim bilan bu maqsadi shunaqa ekan, odam taklif qilib ishlatish, baribir to'dasidagi gaplar. O'zim fikrim haqida fikrimni bildirib o'tib ketdim, so'raydiganlar uchun. Haqiqatan mashinakmi yo'qmi, isbotlaman berib o'tib ketdim. Sizlar bilan yaqin daqiqalar ichida Abbos Vlogs kanali bo'ldi va keyingi videolarcha ko'rishguncha xayr do'stlar.